Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarni Uyg'ur davosining Yaponiya va Tayvandagi yangi taraqqiyot yuzlanishi haqida atrofli ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili, Yaponiyadagi uzun yillik siyosiy faoliyatchilarimizdan hurmatli Ilhom Mahmud apandimni taklif qildik. Hürmetlik İlham Mahmud efendim, alayda vaqt ajratib bugungi Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga qatnashganligingiz uchun istansimiz nomidan sizga alayda rahmat aytaman. Programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Sizlerge bu fursatni manga berganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga rahmat aka. Endi yaqinqi yillardan buyon sizlar Yaponiya parlamenti va har qaysi yerlik parlamentlardagi faoliyatinglarni kundan kunga jonlantirib beryapsizlar. Endi hozir Yaponiyaning bu korona yana Xitoy virus vaziyati qanday ketib bordi? Bu Uyg'ur davosining Yaponiyadagi vaziyatiga qanday ta'sirlarni ko'rsatyapti? Oldi bilan Yaponiyaning vaziyati haqida bir ekran oldi ko'rmanlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Bo'ladi. Siz deb o'tgandekidek Yaponiyadagi da'volar o'sha siyosatchilar bilan bo'lsin, yerlik ommalar bilan bo'lsin, bo'lgan bu faoliyatlarimiz, tunishtirishlar hamda bularning qo'llashini qo'lga keltirish jihatlarida yaqinqi shu o'tgan shu bir yil, bir yarim yilning ichida nurg'un natijalar qo'lga keldi. Endi hammamiz bilgandekidek Xitoyning bu virusi sababidan nurg'un asli qilmoqchi bo'lgan, texmi yaxshi bir natijalarga erishmoqchi bo'lgan nurg'un faoliyatlarimiz, xizmatlarimiz falaj holatga tushib qoldi. Yaponiyadami nurg'un faoliyatlarni qildik deganda yana shu namoyish deydi, internet orqali insonlarla ko'rishib bir faoliyatlar yoki bo'lmasa bir noroziliklarni kengri bir o'rinlarda bir o'tkazishdan boshqa vatanning ichki sirtida bo'layotgan Uyg'urlarga munosabatlik uchurlarni vaqti-vaqtida Yaponlarga yetkazishda hamda bizning shu Yaponiya Uyg'ur jamiyati asli planlarimiz oyda bir qatim bir zallarni elib burma qilib kelgan ish edi endi. Lekin shu koronavirusdan keyin shu mezgillarda biz ko'plagan bizning masalamizga ko'ngil bo'lgan insonlarga Uyg'ur diyorida hozir bo'layotgan masalalar, dunyoviy masalalarni tafsiliy tushuntirish bir yig'ilishlarni elib berishda pasif bir holat tushib qoldik. Shunga buningda bizniki nurg'un muhim masalalarni damal internet orqali bizning da'voyimizga yordam bo'layotgan insonlarga yetkazish hamda birinchi vaqtda Yaponlarga yetkazish jihatda nurg'un to'salg'uliklar uchradi. Onun üstüne bu yıl beşide asli biz Yaponiyada bir qancha faoliyatlarni, xalqaro bir yig'inlarni o'tkazishlarni plan qilgan. Hammasi shu Xitoy virusi sababidan bu narsalar hammasi amalda qolib qoldi. Shuningdami xalqaro ba'zi muhim ahvollarni siyosatchilarga shu xalqaro yig'inlar orqali yetkazish ularniki o Uyg'ur masalasi ular o'ylagandek Yaponiya Uyg'ur jamiyati emas, butun dunyoda hozir birlikka kelib nurg'un faoliyatlarni birga o'tkazib bir ovoz o'xshash bir ishga tang kuch chiqarib qilayotganligimizni yetkazish bek muhim edi. Shularni qilolmayapmiz ham. Allah buyursa kelaylar. Xitoyning virusi bir kontrol qilgandan keyin bu ishlarni amalga oshib qoladi. Rahmat hurmatlik İlham Mahmud efendim. Endi Yaponiya bo'lsa Xitoyga eng ko'p mablag' solgan va Xitoy bilan savdo munosabatlari eng quyuq bo'lgan davlatlarning biri. Endi hozir hammamizga ma'lum bo'lgandek, ko'plagan g'arb davlatlarida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzimiga chetishlik bo'lgan mahsulotlarni cheklash va uniga embargo qo'yish uchun jiddiy qadamlar bosilyapti. Yaponiya bu vaqtda harakat elib beryapti. Siz degandekidek haqiqatan Xitoyniki iqtisodini shu ishni aytib degan kunlardan boshlab dunyodami eng ko'p mablag' solgan davlat Yaponiya. Xitoyning iqtisodini mushkuniga kelganda Yaponiyaniki intayin turkilik bir roli bor. Bununla birga Yaponiya ko'plab mablag' solganligi uchun Yaponiyaning asosan endi dunyoga dаңlıq şirketlerden
bir ikkisi endi kirmegenini almasak, asasen Japon'un şirketleri nurgun meblağlarını, o meblağlarını qaytırıp kelmese, o şirketler bayram buluş ihtimali intayını yuqori derecede özlerinin meblağlarını yegsep oldu. Şoňlaşqa nurgun jihatlerde Xitayga taýynyp kalgan tarapları yoki bolmasa Xitay bazyryga ýönelip kalgan tarapları bek köp. Bu halkaravi şu Uygur emgekçilerini kulluk emgek edip onundan favqulodda payda evatqanlygy toğrusida teşhiriş edip berilgen muş mezgillerde bizim Yaponiya Uygur cemiyeti, bu cemiyetimizdeki fidakar yaşlarımız şu şirketlerge, şu Avustralya'daki yazılgan dokladın içinde tilgalanan çoğun Yapon şirketlerge bu hizmet toğrusunda muşundaq bir iş bağı yoqlığı toğrusunda bir sual derecede bir uç xat evetken bulduk. Bularning 90% ularga cevap qaytırgan buldu. Bularning deyişinden özlerindeki ondaq işler bilen bir bağlanıp kalmaganlığı hamda unda narsalarga bek diqqat qildiganligi özlerindeki şirket kuruş, şirket başkuruş jihatda bu narsaga intayin diqqat qildiganligi to'g'risida nayti muloyim javoblar qaytdi, ammo u samimiyatlik u yerda yo'qligini biz his qilamiz, lekin endi biz uni aytish uchun texmi ko'p paketlar bizga kerak. Shuning bilan birga Yaponiyada bizning bu harakatdan keyin Yaponiyada hozir Xitoy bilan munosabati bo'lgan butun cho'ng shirkatlar o'zi bilan tijorat munosabati bo'lgan qolgan shu o'zidan kichik yoki bo'lmasa o'zlaridan ish olib, savdo qilgan mustaqil kichik tipdagi, o'ttir kichik tipdagi shirkatlarga shundoq Uyg'ur diyorida shundoq emgaklarga bo'lgan qulluq emgak orqali ishlab chiqargan mahsulotlar bilan shu shirkatlarning munosabati bor yo'qligini tekshirayotganligini yaponliklar nurg'un şirketlerden bularni anglayapmiz. Demek endi bular bu narsaga intayin ciddi qarayotganligini his qilyapmiz. Biroq ular uni ochiq yo'q bir bizlarga ularni isbotlab qilmadi. Ammo samanning tagida suv yugurtgandik yoki parda qilib turib, o'zining shunday bir ishlarga bir bog'lanib qolishdan saqlanish uchun harakat qilayotganligini bilyapmiz. Rahmat aka. Endi bilishimizcha ilgari Yaponiya parlamentida maxsus Uyg'ur do'stlik guruhi qurilgan va keyingi parlament saylanlaridan keyin bu do'stlik guruhi amaldan qolgandi. Endi yaqinda siz Yaponiyaning sobiq bosh vaziri va hozirgi parlament a'zosi Shinzo Abe apandi bilan ko'rishgan vaqtingizda Yaponiya parlamentidagi bu Uyg'ur do'stlik guruhisini asliga keltirishga g'ayrat qilganligini bayon qilgan edi. Bu jihatda bir ilgirlash bormi? Siz deb o'tgandagidek bu Yaponiya parlament do'stlik guruhi va yerlik parlament do'stlik guruhi ikkisidan o'xshashlan 2012-yili 4-oyning 23-kuni yeni bizning qurultay açılışından 20 gün baldır bu iki grubu kurulgan bu parlament devletinin parlament do'stlik guruhi sobiq bosh minister Shinzo Abe efendimniki bevosita yetakchiligi bilan qurilgan. Endi oxirgi kunlar kelganda birsi endi bu Shinzo Abe efendimlar bu guruhni qurgan chog'da o'zi bir o'tkuchi partiya uning o'rniga tushib qolgan. Lekin keyin bu partiya şu 2012-yil yil oxirisida qaytadan hokimiyatni qo'lga olgandan keyin endi bularniki bevosita yana burunqidek ba'zi ifodalarni bildirolmaslik bir qiyinchilik ahvollarini his qildik. Lekin bizni sirtqa qiqib qilmadi. Bizning faoliyatlarimiz ko'ngil bo'ldi. Bizga qulaylik Yaponiyaning siyosiy sanlarida bizga qulaylik yaratib berishda ko'pdan ko'p rol o'ynadi. Lekin endi bizda nurg'un kamchiliklar ko'p. Chunki bu da'vo yo'limizda biz endi bir kun da'vo qilsak shuning bilan bir o'zimizning kuchi bilan shu da'vo oxirgi nishonga yetib qolgandek his qilishlar bo'ladi. Shuning sababidan endi shu har xil guruhlarniki o'xshamagan vaqtlarda, o'xshamagan temalarda bu parlament a'zolarini izlaganligi buningdan bir birlikni ko'rolmagan do'stlik guruhi
vaqtincha o'zining xizmatini to'xtaganligini ifodalaganligi, ammo uni keng ko'lamda ifodalamadi. Biroq shu da'vo qilayotganlar, shu yo'l ketayotganlarga nisbatan bir mezgil damab turganligi to'g'risida uchurlar keldi. Endi shu o'tgan 2 yilning yarqi Yaponiya Uyg'ur jamiyati izchil yana Yaponiyadagi da'voning oldida minib turib, shu faoliyatlarni qilib, yana Yaponiyadami shu burungi ta'sir kuchlarini qaytadan esga keltirib, favqulodda uningdanmi texmi kuchlik bir xil ravishda shu xizmatlarni ilib berib, Yaponiya Uyg'ur jamiyatiniki a'zolari ayni vaqtida doimiy heyetlerden Uygurlar men bir adam edim hazır, doimiy heyetler hemmisi Uygur bo'ldi degan. Bu narsani bu parlament gruppasiga qattiq ta'sir qilib, endi qaytadan yana bu da'voni, bu xizmatni boshlab bo'ldi ekan degan bir ideya keldi. Uning ustiga buning yana turkilik rol o'ynaydigani yana sobiq bosh ministr Shinzo Abe efendimniki bosh ministrlikdan chekinib, yana o'z oldiga faqat bir parlament a'zosila bo'lish sifati bilan buningdan bu masalaga ko'ngil bo'laoladiganligi bilishimda bu eng muhim bir rol o'ynagan taraf deb his qilaman. Endi bumi buningdan keyin texmi kengayib menishi mumkin, chunki Yaponiya Amerikaniki qilayotgan ishlarga ergishib mang'an bir davlat. Shuningdek bizning faoliyatlarimiz buningdan keyin Yaponiya hukumatining, parlamentining qo'llashida texmi bir yeni yuqori pallaga chiqadi deb o'ylayman. Rahmat, hurmatlik İlham Mahmud efendim. Yuqorida Yaponiya parlamentidagi Uyg'urlar masalasi, shundaqla Yaponiya va Xitoy savdo munosabatlari haqida biroz ma'lumotga ega bo'lib o'tgan bo'ldik. Endi Dünya Uyghur Qurultayı'nın təşəbbüsü və sizin bevosita riyasətçilik qilishiniz bilan qurilgan Tayvan Sharq Turkiston jamiyati bo'lsa, navbatda aktiv faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlarimizdan biri. Siz bu tashkilotning qurilish jarayoni va hozirgi faoliyatlari haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Buludu. Tayvan meselesi kelsek uzun yıllardan yakı ben 2011 yılı tuncu kıtım Tayvan'a bağlan buldum. Şu beriş arkalık dastlabda Yaponiyada Tayvan bilan munosabatlik har xil faoliyat qilgan tashkilotlar bilan ular bilan bir do'stlik o'rnatib, ularning tavsiyasi bilan Tayvanga berib, Tayvandagi shu o'zining mustaqilligi, haqiqiy bir mustaqillik, xalqaro iqror qilgan bir mustaqillik qo'lga keltirish uchun tirishayotgan insonlar bilan, siyosatchilar bilan ko'rishgan bo'ldik. Shu xil munosabatni tashlab qo'ymasdan vaqti berib, har xil faoliyatlarni o'tkazib, shu orqali Uyg'urlarniki amaliy ahvolini ularga yetkazish, bizning vatanning azaldan Xitoyning bir qismi emasligini yetkazish, o'sha orqali uzun yil shu xil faoliyatlarda bo'lganligimiz uchun u yerdagi shu akademiklarmi bizniki shu bir niyat, bir maqsad, bir nishonni ketayotganligimizni ko'rib, bizning vatanning tarixiy, siyosiy, Ikkinchi Dünya urushi oldi keyindagi O'rta Osiyo, Sharq Turkistonga munosabat siyosatlarni tadqiq qilgan nurg'un professor, akademiklar bizning safimizga qo'shilib, bu Uyg'urlarning ahvolini Tayvanda bir keng doirada tarqatishga kuchli hamda ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdik. Biroq endi u chog'larda shu 2016 yilgacha bu qadar bu hukumat davlat apparati komendantchilarning qo'lida bo'lg'achqa o'zining demokratik erkinlik hamda Tayvanliklarning Tayvan davlatini qurishni tashabbus qilgan Demokrat ilgirlash partiyasi o'tkish partiya oldiga tushib qolgan mezgili bo'lg'achqa ba'zi nurg'un siyosiy jihatlarda bo'lsin, mayli Tayvan kirib chiqishlarimizda bo'lsin, mayli shu yerda bir insonlarga uchrashganimizda bo'lsin, hamda nurg'un to'salg'ular uchrashdik. Lekin endi shunday bo'lsa-mu azroqdan bu asosan selish biz uchun eng muhim bo'lg'achqa yilda 4 bosaqmi, 5 bosaqmi shuni shu azroqdan insonlarni atrofimizga yig'ib, andan keyin 2016 yili Demokrat ilgirlash partiyasining shu davlat apparatini o'z qo'liga olib, rasmiy hokimiyatga partiya bo'lgandan keyin
Bular endi shu jarayonda bizning qilayotgan faoliyatlarimiz bizgacha bizni Yaponiya Uyg'ur jamiyatini yana meni shu prezidentning huquqini topshirib olish, qasam ichish faoliyatlarigacha alohida taklif qilib, bizni apirib, ularniki bizning faoliyatlarimizga Uyg'ur davosi, Uyg'urlarning ahvoliga ko'ngil bo'lganligini aniq ifodaladi. Shu orqali bizmi toza yaxshi bir faoliyat nimalarni, fursatlarni, vaqtlarga ega bo'ldik. Shuning bilan Tayvandagi do'stlarni shu qanday qilsak shu Uyg'ur masalasini texan yaxshi keng ko'lamda qila olasiz to'g'risida. Shu chog'larda vaqtincha bir tashkilotlar Sharq Turkistonni qo'llash, Sharq Turkistonning tashviqotini qilish degandagidek shundoq bir kichikroq bir tashkilot shaklda buni endi aniga oldirmagan davlatga shaklda endi Uyg'urni davosini tonishtirish shu xil faoliyatlar bilan ilib bordik. Yana birisi oxirgi kunlarga kelganda shu bu tashkilot qurilsa bizniki shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining asosiy rahbarlarini cho'qim akilib bir dag'dug'liq ostida shu tashkilotni bir qurib Xitoyning ko'ziga mixdek sanjilib tursak degan orzular bilan bu tashkilotning qurilishini sal keyniga surgan edik. Chunki o chog'larda ba'zi rahbarlarimizning Tayvanga kirishini Tayvan taraf sal tavsiya qilib, bu hukumatning yana bir qatim hokimiyat qo'lga olgacha bizning sal sabr toqat qilib turishimizni aytdi. Shuni endi saqlab kelsak, ba'zi faoliyatlar kundan kunga sal suzishib, bir mezgil kelgan odamlar ham chechilib ketib, bir tashkilot bo'lmaydiganligi to'g'risida nima bo'lgan ekan, undan keyin oldi bilan bu faoliyatni tashkilotni quraylik. Andan keyin buning nisbatan shu tashkilotning tavsiyasi bilan bir cho'ng xalqaro bir yig'in ochganda ungacha bu hokimiyatning yana bir 4 yilligi boshlanib qolsa, andan keyin qolgan sabtashlarni chaqirib kelsak deydigan orzu bilan tashkilotni bu tur endi qurib chiqishga qaror ilib, uni rasmiy e'lon qilib, tunji faoliyatimizda lager shoidi Gulbar xonimni Tayvanga akilib, u yerda cho'ng bir faoliyatni o'tkazib, ko'zgarma endi shu Gulbar xonimning isbot bilish faoliyatlari orqali Tayvanda Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishni texmo qo'llash qiziqishini texmo bir palliga ko'tarib chiqib, andan shu ko'zgarmani Tayvandagi har qaysi shaharlarda sayyora ilib berishni o'tirib qo'yib, hozirgacha 4 shaharda bu faoliyat ilib berildi. Shu korona mezgilidami bo'lsinmi mayli deb Tayvandagi do'stlar bundan qattiq kuch chiqarib bu faoliyatni davom ilib beryapti. Bu tashkilotda hozircha endi Tayvandagi oldida xizmat qilib kelayotgan hamda nom jihatdami Tayvanliklar qabul qila olgan cho'ng tashkilotlarning muhim a'zolari buning doimiy hay'atligiga kirib, endi men o'zim Yaponiyada bo'lgan bilan butun xizmatlarni menga doklad qilish orqali men ular bilan birlikda maslahatlashish orqali bu faoliyatlar ilib boryapti. Intayin yaxshi bo'ldi. Shu yana shu to'salg'ayotgan bizni ba'zi faoliyatlarni yana birlikda yoki xalqaro bir faoliyatlarni qilish to'salg'ayotgan yana shu Xitoyning virusi bu mezgil o'tib ketsa inshaalloh Tayvandagi faoliyatimiz texnik yuqori pallaga ko'tariladi deb o'ylayman. Rahmat aka, hamda yuqorida Tayvandagi hukumat orasidagi Uyg'urlar masalasi va mavjud hukumatning Uyg'urlar masalasiga bo'lgan qiziqishi va qo'llashi haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'ldingiz. Hamda Tayvan yerlik xalqining Uyg'urlar masalasiga bo'lgan qiziqishi va qo'llashi qaysi darajada bo'ladi? Yerlik xalqlarniki bunga qiziqishi shu dastlablarda Tayvanniki mustaqilligini targ'ib qilgan. Sizdan bu Junxozi Tayvanniki xalqarodagi nomi Junxo Mingo deydi. Shuningdek Tayvanliklar buni nomini Tayvan davlati deb o'zgartirish, uni haqiqiy xalqaroda ixro qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir o'rni bo'lgan bir davlat qilish uchun tirishayotgan insonlarniki qo'llashi bilan dastlabda bo'lgan. Chunki endi Gomindan hokimiyati sal to'salg'ular ko'p qildi bizga.
nurg'un xatarlik ahvollarga tushib qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shunda da endi bu bir demokrat davlat bo'lgandan keyin oxiri yana bexatar shu kunga keldik. Keyingi kunlar kelganda shu Gulbar xonimlar yoki bo'lmasa shu lager masalasi o'tirib chiqqandan keyin Tayvanda her hafta degideklam çoğun gizli yakın televizorlarda şu Uygurların lager meselesi doğrusunda her xil programlar işlengenlik keyin Tayvanda hazır yaşlardan yaşanganlarca er ayal kız yigit hem de ulaniki siyasi göz karışımı okşumusu mu lakin bu meseleye qat'iy bununla yol qo'yib bo'lmaydi qoldi va Uyg'urlarni qo'llaydiganligi to'g'risidagi ifodalari hamda shuningga bizning faoliyatimiz qatnashayotgan insonlarning ko'payishi bilan bu nihoyat keng doirada tarqalayotganligini his qilamiz. Köptün köp rahmat hürmetlik İlham Mahmud efendim. Ahırda yana bir qitim yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz va alayda vaqt ajratib bugungi bu suhbat programmamizga qatnashganligingiz uchun ko'rmanlar va stansiyamiz nomidan alayda rahmat etaman. Rahmat sizga. Sizlarga ko'p rahmat, ko'p jafo chekdinglar. Rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.